2025-yil dekabr oyida 14 kunlik umra ziyorati nech pul bo'lyapti? Bundan tashqari shart-sharoitlari qanaqa bo'lyapti? Boriladigan mehmonxonalar, qulayliklar, 50 boshi xizmatlarni qanaqa bo'lyapti? Do'stlar, hozir biz shu ma'lumotlarni olgani Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, ya'ni temir yo'l vokzali yonidagi Centrum Holiday'da axborot markaziga, ya'ni Ulug'bek akamiz oldiga yetib kelganmiz. Videomizni oxirigacha tomosha qilib, inshaalloh do'stlar, hamma o'zingiz uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni bilib olsangiz bo'ladi. Bir dona like tugmasini bosib, kommentariyaga omad yozib qo'ysangiz juda xursand bo'lgan bo'lardik do'stlar. Xudo xohlasa do'stlar, bu videoda inshaalloh u joyga borganingizdan keyin firma sizga qanday qulayliklar qilib beradi. Bundan tashqari sizga nimalar beradi firma tomonidan? Qaytib kelayotganingizda nimalar beradi? 50 boshlar aqab borganingizdan keyin sizni ibodatingizni mukammal qildirib qo'yishaladimi yoki yo'qmi? To'liq ma'lumotni olamiz xudo xohlasa. Xo'p, Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Charchamay turibsiz. Rahmat. Xo'p, Ulug'bek aka, hozirgi kunda dekabr oyida rosa havo salqinladi. Bundan tashqari umra ziyoratiga borayotgan odamlar ham, yoshi katta insonlar ham qiynaladigan payt keldi. 14 kunlik paketni ichida narx-navo qanaqa, shart-sharoit qanaqa, bundan tashqari aka litsenziyaga ega bo'lgan deb gapiryapmiz. Litsenziyalarda bemalol so'raladigan bo'lsa tashlab beraverasizlarmi? Xo'p, litsenziyaga kelinsa, bemalol telefon muloqot qilishsa, Telegram va WhatsApp orqali rasmlarni bemalol tashlab berib, ofislarda akazlarni bemalol tashlab beraveramiz. Keyin har bitta tashlangan pasport ismi familiyaga shartnoma tuzib beriladi. Shartnoma asosi bo'yicha bank orqali, shot orqali to'lovlar qilishingiz mumkin. Bemalol ishonchli 100%. O'sha bankdan ham chek chiqarib berganda Centrum Holdays'dan umra ziyoratiga ketayotgan uchun bo'ladi. Yo'qsa ofisga keladigan bo'lsa, o'zimiz kassalarimiz bor. Pechatli Centrum Holdays pechatlar bo'lib, shartnoma tuzib, pullarni har bitta pul olinayotganda shartnoma tuzib olinadi. Har bitta ish ya'ni shartnoma bilan bo'ladi. Shartnoma bilan bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Aqab borgandan keyin endi aka necha kun Madina Munavvarada bo'lishadi, necha kun Makka Mukarramada, Madina Munavvarada qancha borishadi, Makka Mukarramada, gostinitsalar qanaqa bo'ladi? Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunda o'rinadi, Makka Mukarramada 11 kun o'rinadi. Xo'p, Madina Munavvarada gostinitsamiz Andalus mehmonxonasi bo'ladi, Baqiy qabriston oldida, 300 metr atrofida oralig'ida chiqadi haramga. Makka Mukarramada Rose Garden mehmonxonasi bo'ladi. O'sha 1,5 kilometr o'rtasida mehmonxona bo'ladi. Piyoda kirib chiqaman desa 10 minutlik yo'l bo'ladi. Avtobusda bo'ladigan bo'lsa, avtobusda 5 minut oraliqda kirib boradi haramga. 24 soat tekin avtobus bo'ladi, bemalol kirib chiqib qatnab yurishaveradi. Kirib chiqib qatnab yursa bo'laveradi. Zo'r. Aka, aqab borilgandan keyin baribir o'sha yo'l boshi, ya'ni 50 boshlar. Malakasi yaxshi bo'lsa, yo bo'lmasam aka o'sha ko'nikmasi zo'r, o'zi bilan shu 50 kishini ergashtirib yo'raladigan odam bo'ladigan bo'lsa, bu degani bo'lmadi deganda 5-6 marta odamlarni umra qildirgan inson bo'ladigan bo'lsa, yangi borayotgan odamlarga yaxshi. Eski borganlar yo'l yo'rig'ini biladi, yangi borganlar baribir qiynaladi. 50 boshlar qanaqa inson aka? Xo'p, 50 boshlarimiz kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega, kamida 10 martadan borib umra qilgan, tajribasiga ega malakali bo'ladi. Keyin har bitta reisimizda diniy qo'mitadan malakali 50 boshlar ajratib berilyapti. Billa borib, billa kelishyapti. Har bitta reisimizda 50 boshlar billa borib, billa kelishadi. Deyarli 90% da, 10% da 50 boshlarimiz ulgurmay qolsa, erta kutib olib 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarni, sayohatlarni, qo'shimcha umra badal qilaman, umra badallarni qildirib qo'yib, 14 kun davomida billa bo'lishadi pastda. Billa bo'lishadi. Zo'r. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunni deyapsiz, 11 kun Makka Mukarramada. Madina Munavvaraga borilganda, birinchi Madina Munavvaraga tushiladi. Borilganda payg'ambarimiz ravzalariga olib kirish tadbiri qanaqa bo'lyapti aka? Xo'p, birinchi Madina Munavvaradan o'zi deyarli 90% ham deyarli Madina Munavvaradan boshlanadi. Madina Munavvarada o'sha markazda aytganimizdek mehmonxona, Andalus mehmonxonasi. Madina Munavvarada borishdan maqsad ko'pchilikda birinchi baribir o'sha payg'ambarimiz ravzalarga kirib 2 rakat namoz o'qish bo'ladi niyatda. Xudo xolasa shu kungacha jo'natgan odamimizni 100% ham deydi. 100% kirib chiqib ravzalarga kirib 2 rakat namoz o'qtirib chiqdik, ravzalarga kirib. Bundan keyin ham jo'natgan odamimiz deyarli harakatni oldindan qilib qo'ygan bo'lamiz. Oldin borganlar bo'lsa bilishadi, ravzaga kirgan tasrih bo'ladi. Bu tasrih endi yo'llanma, kirishga ruxsatnoma bo'ladi. Ruxsatnomalar olib qo'yib, tayyorgarlik ko'rib, har bitta borgan hojilarimizni xudo xolasa olib kirib chiqamiz, xudo xolasa. Olib kirib chiqiladi. Zo'r. Madina Munavvara, Makka Mukarrama bo'ylab sayohat, ziyorat, bonus deyapsiz. Qanaqa bo'ladi aka bular? Xo'p, Madina Munavvara, Makka Mukarrama bo'ylab 11 dan oshiq o'z ziyoratlarimiz bor. Ziyoratlarimizdan tashqari Qizil dengiz sayohatlarimiz, Sulaymon Roziyev masjidlarigacha vaqt pikniklarimiz, Madina Munavvarada Xurmo bog'ida oshlarimiz bo'ladi. Bu bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus sifatida qilib beriladi.
Ziyoratlarimiz o'z vaqtida xudo xolasa hammam bo'ladi. Qurol zavodimizda yana ta'kidlab o'tkazsam, qurol zavodimiz haftada 3 kun dam kuni, 4 kun ish kuni bo'ladi. Agar ish kuniga to'g'ri kelsa 100% olib kirib chiqaramiz, dam kuni bo'lsa olib kirib chiqaramiz, u davlat zavodi bo'ladi. Zo'r gap yo'q. Hozirgi kunda qaysi viloyatdan qaysi aeroportlarga bor? Madina Munavvaraga yoki Jiddaga aka reyslar? 6 viloyatdan premyer reyslar qo'yganmiz. Hop, Samarqanddan, Termizdan, Toshkentdan, Farg'ona, Andijon, Namangandan premyer reyslarimiz bor. Sanab o'tganimizda 6 viloyatda ham Madinaga, ham Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reyslarimiz bor. Premyer reyslar bor. Premyer reyslarimiz bor. Gap yo'q, zo'r. Haqa borilgandan keyin doktor xizmatlarini so'rashadi, aravachalar so'rashadi, yosh katta insonlarning oyog'i og'rib qolgani, undan tashqari avtobus xizmatlarini aytib o'tib ketdik. Mana shu doktor xizmatlari bilan aravacha ham xudo xolasa muammo bo'lsa aka. Yo'q, xudo xolasa har bitta o'zi gastitsalarimizda malakali doktorlarimiz bor, hamshira xizmatlarimiz bor. Birinchi yordam ko'rsatishadi, davleni o'lchash, birinchi yordam dori tomoqqa, yo'talga har xil dorilar ichidan olsa, lekin yana o'zim aytib o'tganim, постоянный misol surunkali kasallar odam bo'ladi. Misol yosh katta bo'lsa qandli diabet, o'sha davleniyasi naqlidanlar, o'shani постоянно ichib yuradigan dorilarni o'zlari bilan olsalaring, birinchi yordamga, lekin o'sha hamshiralarimiz, doktorlarimiz, birinchi yordam dori-darmonlarimiz bor. Zo'r. Har bir mehmonxonamizda. Narxlarini necha pul aka? Xo'p, narxlarimiz Vohadan $1050 Toshkentdan keyin Vodiydan bo'lsa, shu 15-ga sanamizgacha $1000 dan bo'ladi. $1000 shu 15-sanasi. Gap yo'q. Nimasi to'lovlar qanaqa bo'ladi aka? To'lov usullari o'zi har bitta odamni anaqasiga qarab, masalan, shotni o'tkazib beraman desa, shot orqali, bank orqali o'tkazadi, bank orqali o'tkazib berishaveradi, karta orqali desa, karta, naqd ko'rinish bo'lsa, naqd ko'rinishda bemalol to'lov qilishlari mumkin. Pasport tashab berishadi. Pasport tashab berishadi. Masalan, uzoqda joy ofisga kelolmaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, boshqa viloyatlardan bo'ladigan bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali ishlab turibdi. Zagran pasportlarni rasmga olib tashab bersa, har bitta ism familiyaga shartnoma tuzib berib, shartnoma asosi bo'yicha bank orqali to'lov qilishlari mumkin bemalol. Yo'qsa zakalat pulini o'tkazib berib, kartadan qolgan aeroportga kelishganda qo'llariga kamzil, so'mka, bejilarni olib, vizadan olganda to'lov qilishlari ham mumkin bemalol. Mana shu so'mka, kamzil, bejidan bo'yinbog' ham qo'shib beriladi. Ha, firma tomonidan beriladigan narsamiz kamzili, so'mkasi, bejigi bo'ladi. U bizni bolishchamizni bizni o'zimizdan ketamiz deganlarga bu qo'shimcha bonus sifatida qilib beriladi. Qaytib kelganda zamzam suvi ham beriladi. Qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi ham beriladi. Xudo xolasa, hozirgi kunda demak dekabr oyining oxirigacha shunaqa narx bo'ladimi aka? Yo'q, hozircha 15-sanasigacha bizning narxlarimiz aniq ma'lum. O'sha Vodiydan, Toshkentdan bo'lsa $1000, Vohadan bo'lsa $1050. Narxi o'zgarib qolsa, qimmatlashib qolsa, sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Tushib qolsa narxlarni tushirib beramiz. Asosiy biletlarga nisbatan hozir 15-da tepasi sal biletlarimiz narxi qimmatroq chiqyapti. Tushib qolishi ham mumkin o'sha hisobiga. Agar hozirdan joylarni bron qilishdan bo'lsa, o'sha arzon narxlarda bron qilib olishlari mumkin. Zo'r, gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, barcha savollarga javob oldik degan umiddamiz. Yana qanaqadir qiziqtirgan savol bo'lsa, shu pastki nomerga aloqaga chiqsalaring, bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Kelib, o'zi bilan gaplashib, o'zi bilan ko'rishib, hamma narsani aniqlab olaman deydiganlarga do'stlar, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidays'da do'stlar axborot markazi, ya'ni Glamniy ofisida o'tiribmiz. Litsenziyalarni oldimizga qo'yib berganmiz. Telegram yoki WhatsApp orqali tashabbus berishaveradi. Ma'lumotimiz aniq-tiniq bo'ldi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.